Hammaga salom. Britaniyalik Jon Lankaster 50 ming kishidan birida uchraydigan Treacher-Collins sindromiga chalingan. Jonning ota-onasi tug'ruqxonada o'z farzandidan voz kechishadi va boshqa oila uni boqib oladi. Yoshligidan ko'p marotaba operatsiya qilishadi. Jonning yoshligi juda qiyin o'tgan. Bu xastalikda bosh suyagi va yuzning deformatsiyasi kuzatiladi. Avstraliyaning Adelaida shahrida yashaydigan 2 yoshli Zakari ham xuddi shu kasallikka yo'liqqan. Uning onasi Facebook orqali Lankaster bilan bog'lanib, o'g'li bilan gaplashishni va noyob kasallikka chalingan faqatgina u emasligini tushuntirishni so'raydi. Lankaster bu iltimosni rad etmaydi va bolakay bilan suhbat qurish uchun Angliyadan Avstraliyaga uchib boradi. Zak o'ziga o'xshagan odam bilan tanishgandan juda xursand bo'ldi, deydi bolaning onasi. Zakari bilan tanishuvdan keyin Jonu xasta bolalarning ko'nglini ko'tarish uchun butun Avstraliyani aylanib chiqadi. Men ularga kasallikka qaramay, odam istaganiga erishishi mumkinligini ko'rsatmoqchiman, deydi Jon Lankaster. Hozirda Jon Lankaster dunyo bo'ylab ko'p sayohat qiladi va shu kasallikka uchragan odamlar bilan ko'p vaqtini ajratadi. Yangi va qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormay desangiz, kanalga obuna bo'ling. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, like bosing va keyingi videoroliklarni tomosha qiling. Omon bo'ling do'stim.